Assalomu alaykum Traktor Boruzdi YouTube kuzatuvchilari. Bugun fermerlarimiz orasida mashhur bo'lgan 1404 haqida qisqacha video obzor qilamiz. To'liqroq ma'lumotni yaqindagina Xitoyda Yuta zavodida bo'lib kelgan Habulla akamizdan eshitamiz. Assalomu alaykum Habulla aka. Alaykum assalom. Ukam qalaysan? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz aka? Charchamasdan. Safarlar qanaqa bo'ldi aka? Yaxshi bo'ldi, taassurotlar yaxshi, xudo xolasa. Boshlab oldik. O'zbekiston sharoitiga o'zimizni fermerlarni xohishlarini eshitib turib, o'zimizga komplektatsiya tayyorlab keldik. O'shani qildirib keldik, mana keldi, xudo xolasa. Bu ma'lumotlar hurmatli kuzatuvchilarimiz uchun qiziqarli va tushunarli bo'lishi uchun Habulla akamiz to'liq ma'lumot berib o'tadi. Qayerdan boshlaymiz ukam? Motor kapot tagida necha ot kuchi bor aka o'shandan? Xudo xolasa e'tibor berasizlar. Yuto zavodining o'zi dvigatel ishlab chiqaradi. O'sha dvigatel bilan jihozlangan 6 ta porshinli 103 kilovat, 140 ta ot kuchi. Tak, bu yerda apparatura sistemasi Yutoniki. Apparatura ham toplinniy apparatura. Apparaturaga kelguncha 3 ta filtrlanib yoqilg'i keladi. Tepadigan farsunkalar bilan jihozlangan 6 ta. Starteri ham Yutoniki. Konditsioneri bor. Охлаждение sistemasi ham puxta ishlangan. Zashitalar qo'yilgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Vazoshniy sistemasiga ham to'xtaladigan bo'lsak, aynan maslinniy vannali vazoshniy filtr tanladik. Chunki O'zbekiston sharoitiga mos bo'lgan. Radiator qismini ham ko'rib turibmiz aka. Bunda radiatorlar zamonaviy, mustahkam alyumindan ishlangan. Bu antifriz aka. Antifrizda ana qiladi. Rulovoy sistemalari ham, bachoklari отдельный. Воздушный kompressor, generatori bor bu yoqda. E'tibor berib o'tib ketinglar, yana bu yerda bitta korobkaga, bitta orqa naveskaga и rulovoy sistemaga отдельный nasos qo'yilgan. Bu degani yaxshi. Buni sistemasi, transmissiya sistemasi esinglarda bo'lsa, bilsang agar New Holland degan traktor bor. O'sha traktorni boshlang'ich avlodiga kelib to'xtaladi. O'shandan olingan andaza. Dvigatelni o'zi ham Perkins'ni analogi hisoblanadi. Analog deganda o'xshash, birga bir. Transmissiya qismi ham ko'rsin, baquvvat ishlangan. Oldi moslari Carraro. Italyanskiy firma bor, Carraro. Transmissiya ishlab chiqaradi. Korobka, передний, задний moslar ishlab chiqaradigan zavod bor. O'sha zavoddan analog olib qo'yishgan. Bu oldi toshlariga keladigan bo'lsa aka, oldi toshlari 50 kilodan 12 ta turibdi. 600 kilo. 600 kilo tosh. O'sha hozir aka bilsangiz kerak, o'zi fermerlarimiz ham ancha komfortga o'tib ketgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi haqida batafsil ma'lumot qismiga keladigan bo'lsak, mexanizatorlarga qanaqa qulaylik kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi konditsioner, yana qo'shimcha ventilatorlari ham bor ekan. Ventilator bor, konditsioner bor, magnitola bor, shtorkalari bor, mana. Monitori bor, orqani ko'rsatadigan. Uzatmalar qutisi 24 ga 12, 24 taga oldiga yuradi, 12 ta orqaga. Tanskiy sidinkalari bilan jihozlangan. Yana bitta qo'shimcha biza qo'ydirtirdik. Joystikli qildik oldin. Oldi joystikli bo'lib kelgan zamonaviy. Xohlasanglar, uni oldi variant, vomli variantlari bor. O'sha vomli variantini ham sotuvga olib kelish maqsadimiz bor. Shunga moslashtirmoqchimiz. Oldingi joystik va orqa gidro sistemasini. Endi gidro sistemasi aka joystik bilan boshqariladigan qilinadi. Bu maxsus kurchokli bo'lib ketdi, orqalari ham. Kruk spesialniy qildik biza. Chunki bizada agregatda bilasan, fermerlar juda ko'p. Pluglarda, qo'shimcha agregatlar bor, yana selkalar bor, yana qanaqa dori sepuvchi apparatlar bor. O'shani mexanizatorni o'zi kabinadan chiqmagan holda ilib, taqib ishlatib yurishi mumkin. Orqa naveskani boshqa traktorlarda ham aka ko'p kuzatamiz. Fermerlarimiz o'sha o'zi belgilangan me'yoridan og'irroq narsani ko'tarib qo'yib,
ko'p to'g'ri. o'sha brak holatlariga keltiryapti. O'shanga buni orqa naveskasi qanchani ko'tarib yuradi, qanchaga moslashgan aka, necha tonnagacha? Orqa naveskani biza iloji boricha baquvvatroq qildirishga harakat qildik, chunki bizada o'zing hozir aytib o'tganingdek, fermerlarga qancha og'irroq bo'lsa, qancha ko'proq ish qilsa yaxshi. Yaxshi, shunaqa. Biza 3 tonna 200 ga moslashtirganmiz hozir buni. Buni orqa naveskasi. 3 tonna 200. Zo'r. Transportning holatda ozgina kamroq bo'lishi mumkin, baribir plus minus 300 kilo zapasi bo'ladi. Biza o'zimiz ispitaniya qilganda o'sha yerda zavodda o'zida 3 tonna 200 ga moslashtirganmiz. Vomlari ham universal. Vomlari ham xuddi shunaqa primoy привод bo'ladi. Bular lentichli emas, lentali emas. Biza o'zimiz xalqimiz biladigan lenta emas, lentalar tushunadi. Primoy привод alohida reduktor bilan qo'shiladigan vom 540 mingga qo'ysa bo'ladi. Gidrorazvodkalar tashab ketilgan, qo'shimcha jihozlar uchun. Alohida распределитель tashab ketilgan, joystikka ulangan, trosviy, unaqa elektronniy emas. Tezda buzilib qolmaydi aka. Ha, tez buzilmaydi. Elektriskiy vixtlari bor, pnevmatическiylari bor. Mana. Дополнительный orqani ko'taradigan bitta katta silindrdan tashqari ikkita yordamchi silindr ham qo'ydirtirdik yoniga. Orqasi o'ta mustahkam ushlab kelgan ekan. Balansirovka toshlari haqida ham aka. Balansir toshlari 50 kilodan bir tomoniga 4 ta qo'ydirtirdik. 200 kilo, ikkita tomonida 400 kilo. Kabina qismini ham ko'rib turibsizlar. Tashqi dizaynni o'zimiz tanlaganmiz buni. O'zimiz tanlaganmiz. Rangini o'zgartirib berishimiz mumkin, ko'k qilishimiz mumkin, yashil qilishimiz mumkin. Ranglariga ham olsanglar bo'ladi. Hozir o'shani yana savol bermoqchi edim. Buni yana ham tonirovka, shumka qismlari ham bor. Shumka qildirmoqchi bo'lgan akalar ham bemalol kelib o'zimizning servis sentrimizda. Albatta, muammo yo'q unda. Ularda muammo yo'q. Xudo xolasa. Kelasan, mijozni fikrini bilasan, agar xohlasa gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zi xohlagandek qilib shumizatsiya qilib beramiz. Tuning xizmatlarimiz bor, pokraskalar bor, alohida ular. Alohida. Kelib o'zlari ranglarini tanlab, ko'rib, bilib, sifatlarini ko'rib olishadi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yana bitta ma'lumot berib o'tib ketamiz. Balonlari bo'yicha uskiroq, ko'proq xohlashadi yoki kengroq xohlashadi, shirokiyroq. Ularni ham qilib beramiz. Zakazga olib beramiz. Zakazga olib beramiz, muammosi yo'q uni. Hozir shu narsa ham yo'lga qo'yildi. Xudo xolasa, yaxshi aka, ancha yengilliklar bo'lgan fermerlarimizga. Yana shuni aytishimiz kerakki, Yuto traktorlarini faqat O'zbekiston bo'yicha traktor bor o'zidan kelib xarid qilishingiz mumkin. Aka, hozir fermerlarimizga juda qiziq. Bir sezon davomida, bir yil davomida xuddi shu traktorimiz, bundan tashqari yana traktorlarimizga ishlatiladigan agregatlar haqida ham hurmatli obunachilarimizga qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Agregatlarimiz haqida. Albatta, o'sha yerni olgandan keyin traktorni olgandan keyin undan keyingi jarayon ishlab chiqadi. Bir yilga ishlarni o'sha agregatlarga bo'ladigan bo'lsa, birinchisi plugdan to'g'ri keladi. Albatta. Plugimiz Alpler, o'sha Turkiyani brendovый bo'lgan Alpler firmasiniki. Bu оборотный pluglarimiz. Buni 2+1 dan 4+1 gacha bo'lgan modellari bor. Bu Pro Max bu. Bu Pro Max model. Pro Max da. Buni ham ko'rgan bo'lishinglar ham kerak. Bu ko'pchilik biladi lekin buni. Abbos biladi. Buni detallari, mana bu atvallari o'sha alohida qilingani yaxshi. Nimagaki silikon almashtirmaydi-da, o'sha detalni o'zini almashtiradi. Bu mijoz uchun arzonga tushadi. Qulay ham. Qulay. Og'irligi 1 tonna, 1,5 tonna. 1 tonna 520 mi shunaqa? Shunaqa. 14 modellarimiz bemalol oladi buni. Yerni, jigarni sug'urib oladi o'sha.